Assalamualaikum do'stlar, hammanglarniki mushvaqinglar xayrli bo'lsin. Men bugun sizlarga hozirgi Tor sohasida eng ko'p ishlatiladigan texnikalardan biri bo'lgan Amazon Tor mulozamatlari, ya'ni Amazon Web Services qisqartirilib AWS deyildi. Shuni so'zlab o'tmoqchi. Bu AWS kirishdan burun eng avval biz bilishga tegishli bir qancha uqum bor. Bulardan birisi bulut. Bulut degan nima? Bulut shu internet orqali erishgan hisoblash manbalari, ya'ni shu manba resim, tor, muzika, mushlarninki toplamisi hamda bulut deb hisoblanadi. Bulut hisoblash mulozimat detal va qattiq detallarni ishlatib, tordagi saqlash, mavhum kompyuter, mulozimatlar va boshqa nurg'un mulozimatlarni ta'minlaydi. Shu bulut hisoblash abonentlari, ya'ni ishlatuvchilar hujjatlarni ziyorat qila oladi va torga chiqa oladigan har qanday uskunning qo'llanishchan programmalarini ishlata oladi. Bulut hisoblashda bulut manbalariga erishishni qo'zg'atadi. Bulut mulozimatga erishishni qo'zg'atadi. Birisi bulut manbasi, yana birisi bulut mulozimatlariga erishishni qo'zg'atadi. Onundan qalsa mavhumlashtirish hukmi barpo qildi. Oxirida qanchalik ishlatsa, ya'ni shunchalik pul to'laydi. Ya'ni siz bir set o'ylab yillik pulni bir qatam to'lamaysiz yoki hammasini to'lamaysiz. Qanchalik ishlatsangiz, ya'ni ishlatgan soatingiz qarab shunchalik pul to'laysiz. Nemishqa bulut hisoblash. Bulut hisoblashda burun an'anaviy hisoblash, ya'ni shu shirkatlar, bizga mulozimat ta'minlaydigan shirkatlar qattiq detal va boshqa mulozimat taraflarga nurg'un pul va vaqt sarf qilishga majbur bo'lgan. Bu chunki buning uchun nurg'ulg'an pul ketadi. Aslasi, uning qattiq detal, u yerdagi o'rinninki har xil uskunlarga pul ketadi. Ondan keyin mulozimatlardan nihoyatda jiq ovoz, ondan keyin nurg'un issiqlik chiqadi. Shu issiqlikni oldini olmasa, o'ng'ay mulozimatlar buzilib qolgan, o't ketadigan, ko'yib ketadigan ishlar bo'ldi. Shuning nurg'ulg'an pullarni mablag' sarf qiladi. Ammo hozir bulut hisoblash orqali bu masalaning hammasini bulut hisoblash, shu bulut mulozimatlari ta'minlovchi taraf hammani shular boshqardi. Biz hech qanday buningga mablag', pul, vaqt sarf qilmaymiz. Biz o'zimizningki yadroliq savdosiga, o'zimizningki turiga mas'ul bo'lamiz. Bulut yumshoq detal ochquchilarningki applarning tezroq bozorga selishiga turtki bo'ldi. Ya'ni tez suratda siz o'zingizningki o'rinni tayyorlaysiz, o'zingizga lozimli narsalarni qurib, o'zingizningki applarni bozorga sola olasiz. Tor uloqliq bilan bo'ldi ekan, ishlatuvchilar ehtiyojli bo'lgan programmalarni ishlata oladi. Hatto tor mo'yisiz ishlaydigan programmalarni ham ishlata oladi-da. Bundan keyin bulut asos qilgan mulozimat keng balvoq ehtiyojiningki eshishi va o'zgarishi bilan savdoga mos keldi. Erkin bo'lg'achqa, ya'ni siz qanchalik sizga lozim bo'lsa, shunchalikni ishlata olasiz. Sizga jiq bo'lib qolsa, azayta olasiz, az bo'lib qolsa, buningki sig'imini cho'ngayta olasiz. Masalan, 10 gigabaytlik bir mulozimatlar oldingiz, bo'shliq. Agar bu sizga az bo'lib qolsa, siz uni ko'paytira olasiz. Jiq bo'lib kelsa, uni azayta olasiz. Bulut hisoblash IT sistemasini boshqarish va asrash tannarxini tushuntiradi. Ya'ni siz buni shu sistemani boshqarish, asrash uchun uningga pul sarf qilmaysiz. Hammasini shu bulut ta'minlovchi taraf o'z ichiga oladi. Bulut mulozimati bilan ta'minlovchilar manba bilan ta'minlaydi. Sizga har xil manbalarni, qimmatbaho sistemlarni sizga ta'minlab beradi. Siz faqat soatingizga qarab pul to'laysiz. Uningki ishlatish haqqiga, shu sistemlarninki o'ziga pul to'lab yurmaysizda. Bulut hisoblash mulozimat andisi, ya'ni bu yerda bir qancha xil andis turlari bor. Birisi mulozimati, Infrastructure as a Service. Buningda
bulut mülazimati bilan ta'minlaguvchilar soliq ma'lumot ombiri, tor mülazimati, qo'llanishchan mülazimati, uchur mülazimati, saqlash, tor va boshqa mülazimatlarni ta'minlaydi. Siz ishlatganingizga qarab uningga pul to'lab ishlatasiz. Ya'ni yillik to'lab manda ishlatmaysiz. Qancha soat ishlatgan bo'lsangiz, shunchalik soatga pul to'laysiz. Uningdan keyin platform as a service, ya'ni mulozimat supsi mulozimati. Buningda mulozimat supsi qo'llanishchan programmalarni sinov qilish, echish va yetkazish uchun ehtiyoj muhiti bilan ta'minlaydi. Ya'ni siz bir tal sizniki qo'llanishchan programmangiz bo'lsa, siz shuni echish va xaridorlarga yetkazish uchun lozimli bo'lgan muhitni sizga ta'minlab beradi. Ochuvchilar, ya'ni shu yasag'uvchilar, developer, ya'ni programmerlar tor yoki ko'chma qo'llanishchan programmalarni tezdan qurib, bozorga, ya'ni ishlatuvchilarga yetkazishiga qulaylik yaratib berdi. Shu bulut hisoblash texnikasi, ya'ni ichidagi platform as a service degani. Yumshoq detal mulozimat sifatida, ya'ni software as a service. Bularning hammasini qisqartib, baş ismini elib qisqartib deydi. Masalan, SaaS, ya'ni SaaS degandekchi. Bu yumshoq detal mulozimat sifatida deganda, o ehtiyoj bo'lgan mushtarilik, ya'ni ishlatuvchi, ya'ni a'zo bo'luvchilar a'zo bo'lib, shu yumshoq detal qo'llanishchan programmalarni tor orqali yetkaza oladi. Bulut ta'minlaguvchilar yumshoq detal programmalarni boshqaradi. Ularga qo'shimcha yumshoq detal yangilanmasi, bexatar yamoqlarni bir taraf qildi. Sizningki ularga boshqarish, qo'shimcha yumshoq detallarni yangilash, bexatarlik yamoqlarni yangilashingizniki hech qanday hojati yo'q. Buning hammasini shu bulut ta'minlaguvchi taraf o'z ustiga oldi. Ishlatuvchilar tor ko'rgich, kompyuter yoki ko'chma telefon orqali bu yumshoq detal programmalarga ulana oladi. Ya'ni siz shu tor ko'rgich browser yoki kompyuter yoki boshqa ko'chma telefonlar orqali shu detallarga bevosita ulanib ishlata olasiz. Bu yerda har xil bulut hisoblash mulozimat andezlarininki qisqacha ko'rsatishi bor. Ya'ni on-premise'da siz hamma narsani o'z ustingizga olasiz. Tor, saqlag'uvchi mulozimatlar, sistema, ishlatish sistemasi, masalan, operating system, Windowsmi, Linuxmi, andan keyin soliq ma'lumot, qo'llanishchan detalning hammasini o'zingiz o'z ustingizga olasiz. Ular mulozimatida shu bulut ta'minlaguvchi taraf torni, saqlag'uvchi mulozimatlar, buningki ma'lumlashtirishni hammasini shu ta'minlaguvchi taraf o'z ustiga oldi. Siz sistemasi, ya'ni qaysi ishlatish sistemasini ishlatasiz, masalan, operating system deydi. Buning ichida Windowsni ishlatamiz, Linux ishlatamiz, andan keyin qaysi soliq ma'lumot ombirini ishlatasiz, Oracle'mi, MySQL'mi, MongoDB'mi, andan keyin qaysi qo'llanishchan programmalarni ishlatasiz, hammasini o'zingiz bekita olasiz. Mulozimat supsida, platform as a service'da bulut ta'minlaguvchi taraf tor, saqlag'uvchi mulozimatlar, ma'lumlashtirish degandek ishlatish sistemasi, Windows, Linux'ni hammasini bulut ta'minlaguvchi taraf o'z ustiga oldi. Siz faqat uniki soliq ma'lumot, andan keyin qo'llanishchan detal tarafini o'z ustingizga olib o'zingiz qilasizda. Yumshoq detal mulozimati software as a service'da butun hamma narsani o'sha ta'minlaguvchi taraf, bulut ta'minlaguvchi taraf o'z ustiga oladi. Siz uningki tori, saqlag'uvchi mulozimatlari, ishlatish sistemasi, andan keyin qo'llanishchan detallarni o'zingiz qilmaysiz, hammasini shu tor mulozimat taraf shu bulut ta'minlaguvchi taraf o'z ustiga oladi. Shuna buningda siz faqat o'zingizninki turlarini shu narsalarni hammasini ta'minlab ishlata olasiz. Bu texnik qulaylik bo'ldi. Bugungi darsimiz shunchalik. Inshaalloh keyingi darsimizda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar. Allohga emanet.